Yana yo'l-yo'lakay video. Mana bu bizning mahsulotlarimizni bir kichkinagina showroomi. Tayyor pishgan holatdagi endi bir namunalari. Maydadan yirikroq, o'rtacha, eng yirigi. Va mana bunaqa karyer deganimiz bu o'sha Qoraqalpoqdagi karyerda moy qoldiqlari atrobodkada pishgani. Ko'rishinglar mumkin bir xil ko'rinishi. Endi bu o'simliklarda, agro sohasida mana buni salbiy holatda bir narsa berib qolishi mumkin degan joyi bor. Moyda pishgan. Buni gaz. Bo'ladi, masalan, o'zimiz ham ko'nglimiz xotirjam. Mana bu boshqa yana ishlab chiqaruvchilarniki. Mana buni rangi zo'r kelgan mana. Buniki kelmay qolgan rangi. Serebristый deyishadi, metallika rang deyishadi. Mana shu so'l ko'proq keladi. Bular mana tilla rang bo'yatibdi. Mis rangda endi. Mana bular kelib turibdi. Bir yo'l-yo'lakay video bu bo'lsa xomashyo ko'rinishidagi. Bularni ham masalan Qoraqalpoqdan o'zimizni qazib olib, shu holatga keltirib katta qoplarda beriladi.